Hammaga salom ekan bolalar, sizlar bilan Frozen Express kanali. Agarda video prevyusiga bosib kirgan bo'lsanglar, sizlar adashmadinglar. Bugungi videoda biz top 5 ta Minecraft'da qizlar haqida gaplashamiz. Bolalar, sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Biz shunchaki ularning kanalini analiz qilib ko'ramiz, lekin oxiridagi kanal sizlarni aniq shokka tushiradi. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar. Let's go. Bunda sizlar like bilan obunani bosib turinglar. Men ketdim, daraxt chopib kelaman. Nimaga bosmadinglar? Xo'p bolalar, bizning 5-o'rindagi Minecraft'imiz Ruby MC202. Bu Minecraft'imizda ham videolari juda ham cho'tki ekan, normal prosmotr olayotgan ekan, prevyulariga ham gap bo'lishi mumkin emas. 1000 ta obunachiga erishgan ekan. Shortslariga keladigan bo'lsak, what the hell bro, PUBG? Hammaylar bittagina shorts video qo'yib turib, qani jonli efirlarni ko'raydi. Yo. Videolarda Minecraft video jonli efirga kirsanglar, TDM, PD, PUBG bo'lib yotibdi. Hammaylar o'zbegim. Buni kimligini taniyman, bu Astrum. Mayli bolalar, nima ham deymiz, ijodlariga omad deymiz. Unda biz keyingi Minecrafter qizga ham o'tamiz. 4-o'rindagi Minecraft'da Creeper qizcha, o'sha mashhur animatsiyalar qo'yadigan Creeper qizcha. Deyarli 2000 taga obunachisi yaqin qolibdi va 99 ta video bilan eng mashhur videosini ko'radigan bo'lsak, what? Do'stim bilan toqqa chiqdik. Endi bu nima ahvol? Mahalla qirqiryapti, hokimiyat qirqiryapti. Xo'p bolalar, biz endi shorts videolariga o'tadigan bo'lsak, okey, qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, Minecraft animatsiyalar ko'proq ekan, ili boshqa mavzularda videolar ham bor ekan, ili menimcha reklamalar ham bor shekilli va qanaqadir animatsiyalar yana va mana bu sigaret chekib turibdi. Ko'pincha shorts videolarda animatsiyalar ko'proq ekan. Pepsini qo'yib Atiga bir marta jonli efir qilgan ekan. Mayli, bu youtuberimizga ham omad deb qolamiz. Animatsiyalarga gap bo'lishi mumkin emas. Qani unda keyingi Minecraft'imizga o'tamiz. Xo'p bolalar, bizning keyingi Minecraft'imiz Jigsaw Minecraft 1. Nimaga aynan 1 bilmadim-u, balki birinchi degan ma'noni anglatar. Videolari esa 4 tagina ekan atiga. Xo'p, biz unda shorts videolariga o'tamiz. Bu Minecraft'imizda ham animatsiyalar ko'proq ekan, bu qanaqadir youtuberlarni ko'ryapman. Va turli xil mavzularda yana o'sha turli xil mavzular Minecraft mavzusidan chiqib ketgan youtuber desam ham bo'lar ekan. O'zi ko'pchilik qizlarda shunaqa nimagadir Minecraft mavzusidan juda ham chetlashib ketyapti. Xo'p, mayli, e'tibor qilmaymiz. Shortslar ichida eng mashhur shortsga kiradigan bo'lsak, 133 ming marta ko'rilgan ekan. Bu Minecraft video emas. Eng old videosi esa Minecraft animatsiya. Jonli efir qilmagan, все bo'ldi. Bu Minecraft'imizga ham omad deb qolamiz va biz keyingi Minecrafter youtuberga o'tamiz. Bolalar, men 2-o'ringa qo'ygan Minecrafterimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. To'g'ri, buni hech qanaqa videosi yo'q. Uni lekin shunchaki niki meni hayron qoldirdi va o'shani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim esa opisiya va kommentariyada bo'ladi. Xo'p bolalar, hamma kutgan 1-o'rindagi Minecraft'imiz ko'pchilik o'zi bilib bo'lgan Ender qizcha. Albatta, Ender qizchani 1-o'ringa qo'ymaslikning iloji yo'q, chunki O'zbekistondagi eng ko'p obunachiga ega Minecrafter qiz Ender qizcha bo'ladi. Ender qizcha hozirda 18 ming obunachiga ozgina qolibdi va 97 ta video bilan. Eng mashhur videosi esa Raker bilan birgalikda olgan Herobrine videosi ekan. Va biz eng old videosiga o'tadigan bo'lsak, Ender qizcha kanalda yangi video deb nomlangan video ekan. 3 yil oldin qo'yilgan va 5000 prosmotrga ega bo'lgan. Xo'sh, shorts videolariga o'tadigan bo'lsak, eng mashhur shorts videosi 25 ming marta ko'rilgan, menimcha animatsiya bo'lsa kerak. Xullas, bu Minecraft'imizga ham omad deymiz. Raker bilan Herobrine videosining ikkinchi qismini chiqarsa yaxshi bo'larmidi? Agarda video yoqgan bo'lsa, videoyimga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Aytgancha, yangi yil bilan